Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ez qardaşlar, anlavatqınlar Muhammed ibn Süleyman Maghribi'nin Jam'ul Fawaid min Jami'il Usul ve Mecmu'uz Zawaid namlı kitabının 9-njy tomu. Hazır okuýdygymyz pitni bölümiden pitneden agahlandyrış alaqadar sahih hadisler. Abu Davud'ның Hasan ve Sahih rivayetinde Emr ibn As radiyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılındı. Biz Peygamber aleyhisselam'ın çördep olturattık. O fitne hakkında sözlep gelip parmaklarını berberi gireliştirgen alda. İnsanlar va'dasiga vafo qilmaydigan, omonatga sal qaraydigan bo'lib ketganda, halinglar nim bo'lib ketar dedi. Men, "Ey Rasululloh, u chaqda qandoq qilay?" degan edim. Payg'ambar alayhissalom, "Uyingda o'ltir, og'zingni ching tut, bilginingga amal qil. Qarg'ularcha amal qilma. O'zingning diniga puxta bo'l. Avam xalq bilan karing bo'lmasin" dedi. Abu Davud'ның sahih rivayetinde Abu Zer radiyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Abu Zer" degan edim men. "Lebbeyke ey Rasulullah" dedim. Peygamber aleyhisselam, "Kishilarga afet kelib, insonlar top-top ölüp, qabrga olaydiganlar yetishmay qolganda, sening haling nim bo'lib ketar" dedi. Men, "Allah ve Allah'ның Rasul bilgüçidir, yoki Allah ve onun peygamberi buyurganını qılaman" degan edim. "Savr qilishing lozim, savr qil" dedi. Onda yana, "Ey Abu Zer" deb chaqirdi. Men, "Lebbeyke ey Rasulullah" dedim. Peygamber aleyhisselam, "Ahjaru Zeyd kentining qanıg boyalganligini ko'rsang, nima qilasan?" deb so'radi. Men, "Allah va uning payg'ambari buyurganini qilaman" degan edim. U chaqda o'zingning yaqinlaring bilan birga bo'lgan dedi. Men, "Ey Rasulullah, qilichimni bo'ynimga esib chiqaymi?" deb so'ragan edim. U chaqda senim ularga qo'shilgan bo'lasan dedi. Men, "Undaqda men nima qilish buyuraysan?" deb so'ragan edim. Payg'ambar alayhissalom, "Uyingda o'ltirgan" dedi. "Uyimga bostirib kirishcho" degan edim. Payg'ambar alayhissalom, "Agar qilishning yaltirishidan qo'rqsang, kiyiming bilan yuzingni urib olgin. Ya'ni sen qo'l yondirma. Chunki qotil seni o'ltirganning gunohini ham o'zining gunohini ustiga oladi" dedi. Tirmizining Hasan ve Sahih rivayetinde Udaysa binti Uhban radiyallahu anhadan mundaq rivayet kılındı. Ali ibn Abu Talib dadamning yeniga kelib, uni o'zi bilan birga o'tirish chiqishga chaqirdi. Dadam uningga, "Mening do'stim va sening tog'ang, ya'ni payg'ambar alayhissalom menga insonlar ixtilofga tushganda yog'ochdan qilich yasashimni buyurgan edi. Men uni yasab qo'ygan edim. Agar xohlasang uni elib, sen bilan birga chiqay" dedi. Shuning bilan Ali radhiyallohu anhu uni tashlab ketdi. Abu Davud'ның sahih rivayetinde Abu Musa Eş'ari radhiyallohu anhu'dan rivayet kılındı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Qiyomatdan burun qap-qarang'u kechilardek haq bilan batilni farq etgili bo'lmaydigan fitneler maydonga keladi. U chaqda odamlar attigini mu'min bo'lib tong atqizsa, kechda kafir bo'lib ketadi. Oqshimi mu'min holatda yatsa, attigini kafir bo'lib qopadi. U zamanda o'ltirgan o'ri turgandan, mangan yugurgandan yaxshiroq bo'ladi. U zamanda yachaq va qilchinglarni sundurib tashlanglar. Bu fitne biringlarning uyga kirsa, u odam alayhissalomning ikki o'g'lining eng yaxshisi, yana qo'l yondirmay o'lguni bo'lsin." Abu Davud'ның sahih rivayetida mundaq deyilgan: "U kunda nima qilishimizni buyuraysan?" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom, "U kunda o'ylaringlarning palaslari bo'linglar, ya'ni o'ydan ayrilmanglar" dedi. İmam Buxariyning 3602 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Kelgusida nurg'un fitneler yuz berdi. U chaqda o'ltirgan tik turgandan, tik turgan mangandan, mangan yugurganni yaxshiroq bo'ladi. Kim uning yuzlansa, umu uning yuzlanadi. Kim saqlanadigan bir panoh joy topa olsa, uningdan saqlansin."
İmam Buxariyning 19-numurlik hadisida Abu Said Xudri radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: bir zaman keladi musulmonning eng yaxshi meli qo'y bo'lib qoladi. Dinini saqlash maqsadida fitnadan qochib, qo'ylarni tog' bag'riga haydab chiqib ketadi. Qayerda yomg'ir bo'lsa, shu yerda o'tlatadi. Tirmizining sahih rivoyatida Ummu Malik Bahsiya radhiyallohu anha mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom fitna qil so'zlab, uning yiqilishib qolganligini bayon qildi. Men: "Ey Rasululloh, u chaqda insonlarning eng yaxshisi kim bo'ladi?" deb so'ragan edim. Payg'ambar alayhissalom: "Mol chorvasi bilan va Rabbig ibodat qilish bilan mashg'ul bo'lgan, melining zakatini joyida ado qilgan va dushmanga qarshi har zaman tayyor holatda turgan kishi" dedi. İmam Buxariyning 7110-numurlik hadisida Usamaning azodgardisi Harmala radhiyallohu anhu mundaq deydi: Usama meni Ali radhiyallohu anhuning yoniga bir narsa elib kelish uchun avatdi va u sendan xo'jayining nima uchun urushga qatnashmadi deb so'raydi. Shu chaqda mening nomimdan uningga: agar sen shirning og'zida bo'lsangmi, sen bilan birga bo'lishni xohlaydi. Ammo u bu urushni to'g'ri topmadi degan dedi. Darvaqa Ali radhiyallohu anhu mendan o savolni so'radi. Menmi Usamaning aytgani bo'yicha javob berdim. Shuning bilan Ali menga hech narsa bermadi. Men darhol Hasan, Husayn va Abdullah ibn Ja'farlarning yoniga borgan edim. Ular mening tugamga ko'tarolmagidek darajada ko'p narsa kerak atib berdi. Abu Davudning sahih rivoyatida Uzayfa radhiyallohu anhu mundaq deydi: Muhammad ibn Maslamadan boshqa har bir insonning fitnaga yo'liqishidan qo'rqatdim. Chunki men payg'ambar alayhissalomning uningga sana fitna ziyon yetkazolmaydi deganligini anglagan edim. İmam Muslimning 2948-numurlik hadisida Ma'qil ibn Yasar radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Fitna zamonida ibodat qilish, man hijrat qilish bilan barobardir. Abu Davudning sahih rivoyatida Miqdod ibn Asvad radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Fitnadan qutulganlar baxtiyorlardir. Fitnadan qutulganlar baxtiyorlardir. Fitnadan qutulganlar baxtiyorlardir. Fitnaga mubtalo bo'lib, sabr qilgan inson nima degan baxtlik. İmam Buxariyning 7087-numurlik hadisida Yazid ibn Abu Ubayd radhiyallohu anhu mundaq deydi: Osman ibn Affan o'ldirilgan chaqda Salama ibn Akva Zabzaga ketdi. U yerda bir ayolga uylandi va bir necha bolasi bo'ldi. O'limidan bir qancha kun burun Madinaga keldi va o'sha yerda vafot bo'ldi. İmam Muslimning 1862-numurlik hadisida mundaq deyilgan: Salama ibn Akva Hajjajning yoniga kirdi. Hajjaj uningga: "Ey ibn Akva, hijratingda yandingmi? Madina tark etib sahrolik arab bo'lib ketdingmi?" degan edi. U: "Yo'q, undoq bo'lib ketmadim. Ammo payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mening sahroda yashashimga ruxsat bergan" deb javob berdi. Abu Davudning sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Arabning holiga voy, fitna yaqinlab kelyotidi. U chaqda ichki urushning qo'lini tortganlar nijot topqusi. Abu Davudning sahih rivoyatida Sa'd ibn Zayd radhiyallohu anhu dan mundaq rivoyat qilinadi: Biz payg'ambar alayhissalomning yonida edik. Fitna va uningdan kelib chiqadigan ajoyib ahvollarni bayon qildi. Shuning bilan biz: "Ey Rasululloh, bu fitna bizga yetib kelsa, bizni aloq qilamdi?" deb so'ragan edik. Payg'ambar alayhissalom: "Yo'q, sizlarga u yerda o'ldirilishning o'zi kifoya" deb javob berdi. Said mundaq deydi: "Men fitna zamonida qarindoshlarimning o'ldirilganini ko'rdim." İmam Muslimning 2908-numurlik hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan mundaq rivoyat qilinadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Jinim ilkir bo'lgan zotning nomi bilan qasamki, insonlarga shundoq bir zamon keladiki, o'ltirgichi nima uchun o'ltirganini
O'lguchimi nima uchun o'lganini bilmaydi dedi. Ey Rasululloh, bu qandoq bo'ladi deb so'ralgan edi. Payg'ambar alayhissalom fitna sababidan bo'ladi. O'ltirguchi va o'lguchi har ikkisi do'zaxga tushadi deb javob berdi. İmam Buxariyning 2467 numaralı hadisida Osama ibn Zeyd radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madina sepillaridan biriga chiqib, "Men ko'rganni sizlarim ko'ryotamsizlar? Men uyinglarning orasidagi fitna yerlarini, yomg'ir tomchisi tushgan yerlarni ko'rgandek ko'ryotaman" dedi. İmam Müslimning 2669 numaralı hadisida Abu Said Xudri radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom sizlar o'zinglardan burunqi insonlarning yo'llariga g'ayrat, g'ulach agishsizlar. Hatto ular kilaning to'shkiga kirsa, sizlarmi u yerga kirib ketsizlar dedi. Ey Rasululloh, ular, ya'ni bizdan burunqilar Yahudi va xristianlarmi deb so'ragan edik. Payg'ambar alayhissalom ulardan boshqa kim bo'ladi dedi. İmam Müslimning 2907 numaralı hadisida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning insonlar Lat va Uzzaga cho'qilmog'icha qiyomat qoyim bo'lmaydi deganini angladim. Va ey Rasululloh, Alloh taolo kitobida mushriklar yomon ko'rgan taqdirdimi Alloh haq dinni barliq dillar ustidan g'olib qilish uchun payg'ambarni hidoyat bilan va haq din bilan avatdi degan oyatni nozil qilish bilan bu dinni tamomladi deb o'ylaydim degan edim. Payg'ambar alayhissalom shundoq bir zamonga shundoq bo'ladi. Undan keyin Alloh mayin shamol avatadi. Shuning bilan qalbida zarrachilik iymoni bor hamma kishi vafot topadi. Qalbida yaxshilikdan qilish asari yo'q kishilar qoladi. Shuning bilan ular ota-bobolarining diniga qaytadi dedi. Tirmizining sahih rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Ummatim Mutaytiyadan o'tib, Faris va Rumluqlar ularga xizmat qilganda, ummatimning yomonlari yaxshilari ustidan hukmronlik qiladi." İmam Buxariyning 3606 numaralı hadisida Huzayfa ibn Yamani radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. İnsanlar payg'ambar alayhissalomdan hamisha yaxshi ishlar haqida so'raydi. Men bo'lsam, mubtalo bo'lib qolishdan ansirab, yomon ishlar haqida so'raydim. Bir qatim, "Ey Rasululloh, biz jahiliyat davrida yomon ishlarni qilatdik. Keyin Alloh bizga bu yaxshilikni ato qildi. Bu yaxshilikdan keyin yomonlik kelamdi" deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom, "Ha, keladi" dedi. U yomonlikdan keyin yana bir yomonlik kelamdi deb so'ragan edim. "Ha, lekin u chaqda safliq qolmaydi" dedi. "Safliqning qolmaslik qandoq bo'ladi" deb so'ragan edim. "U chaqda mening sunnatimdan chetlanib ketadigan kishilar bo'ladi. Ularning ba'zi ishlari yaxshi, ba'zilari yomon" dedi. "U yaxshilikdan keyin yana yomonlik kelamdi" deb so'radim. "Ha, jahannam darvozalariga chaqiruvchilar bo'ladi. Kimki ularning so'zini tinglashsa, ular uni jahannamga atadi" dedi. Ey Rasululloh, ularni bizga ta'riflab bergan degan edim. Ular bizning millatimizdan bo'lib, bizning tilimizda gaplashadi dedi. Ularni ko'rganimda nima qilishim kerak deb so'radim. Musulmonlar jamoati va imomlaridan ayrilmagan dedi. Musulmonlar jamoati va imomi bo'lmaschu deb so'ragan edim. U chaqda boshqa firqalarning hammasidan ayrilgan. Daraxtning yiltizini peshash to'g'ri kelsimi, o'lgicha ayrim yashagan dedi. İmam Müslimning 1847 numaralı rivoyatida mundaq deyilgan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kelgusida mening yo'limda mangmaydigan, sunnatimga ergashmaydigan bir qism boshliqlar bo'ladi. Ularning ichidan shakli inson, ammo qalblari shayton qalbi bo'lgan bir turkum insonlar chiqadi dedi. Ey Rasululloh, u zamongacha yashab qolsam qanday qilaman deb so'ragan edim. Payg'ambar alayhissalom boshliqning so'ziga quloq solgin va uning itoat qilgin. Dümbanga urib, melingni olsimi, yana quloq silib itoat qilgin dedi. İmam Müslimning 1844 numaralı hadisida Abdurrahman ibn Abdurrabbil Ka'ba Abdurrahman ibn Abdi Rabbil Ka'ba radhiyallohu anhu mundaq deydi.
Masjidga kirdim. Qarasam, Abdullah ibn Amr ibn Asr Ka'baning soyasida o'tirgan bo'lib, insonlar uning atrofini cho'rib olgan ekan. Menmi uning yoniga berib, uning oldida o'tirdim. Biz payg'ambar alayhissalom bilan bir safarda birga edik. Bir joyga berib tushdik. Ba'zilar kiyimlarini yamashqa, ba'zilar o'qtallarni ratlashga, yana ba'zilar yayloqda o'g'loqlarni o'tlatishga boshladi. Bu chog'da payg'ambar alayhissalomning jakarchisi jamoatni namoz o'qishga chaqirdi. Biz payg'ambar alayhissalomning yoniga yig'ilganimizda bundoq dedi: "Mendan burun o'tgan payg'ambarlarning ichida o'zining ummatini o'zi bilgan yaxshilikka chaqirishni haq deb bilmagan va ularni o'zi bilgan yomonlikdan ogohlantirmagan birimi yo'q. Bu ummatga kelsak, uning amaliga omonlik, oxiriga baloy ofat yetadi. Sizlar bilmaydigan ba'zi ishlar yuz beradi. Bir-biridan og'ir fitnalar maydonga keladi. Bir fitna kelganda mo'min kishi bu mening halokatim deydi. Keyin fitna tugaydi. Undan keyin yana bir fitna kelganda mo'min kishi mana bu deydi. Kim jahannamdan yiroqlashib, jannatga kirishni xohlasa va Alloh va oxirat kuniga iymon keltirgan holda o'smir Alloh va kim jahannamdan yiroqlashib, jannatga kirishni xohlasa, Alloh va oxirat kuniga iymon keltirgan holda o'lsin. O'zingga qanday muomala qilishni xohlasang, boshqalarga shunday muomala qilgin. Kim bir amrga qo'l solib, sadoqatni bildirgan bo'lsa, mumkin qadar uning itoat qilsin. Boshqasi kelib, uningdan amallikni talashsa, uning bo'ynini uzib tashlanglar. İmam Müslimning 2813-numurlik hadisida Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "İblis taxtini suvning ustiga qurib o'ltirib, ondan insonlarni yo'ldan chiqarish uchun lashkarlarni taraf-tarafga avatadi. İblisning oldida martabasi eng cho'ng bo'lgani, eng cho'ng fitna chiqarganidir. Lashkarlardan biri kelib, uni qildim, buni qildim desa, iblis uningga hech qanday ish qilmabsan deydi. Yana birisi kelib, men bir xotinni bir-biridan ajrashtirib o'tib keldim desa, iblis uningga o'z yendan o'rin berib, mana sen qaltis ish qilibsan deydi. İmam Buxoriyning 7071-numurlik hadisida Abu Musa radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Kim bizga qarshi qurol ko'tarsa, u bizdan emas." Nasaining sahih hadisida Jundub ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Kimki yurtvozlik yoki millatchilik qilib o'tirib chiqqan, ammo nishoni aniq bo'lmagan bayroq ostida urush qilib o'lsa, jahiliyat ustida o'lgan bo'ladi." İmam Müslimning rivoyatida Sufyan mundoq deydi: "Men bir kishining Jabir radhiyallohu anhudan Alloh taolaning atam menga ruxsat qilmoqcha yoki Alloh men uchun hukm chiqarmoqcha bu yerdan hargiz ayrilmayman. Alloh eng adil hukm qilg'uchidir" degan oyatning ma'nosini so'rag'anini angladim. Jabir uningga: "Bu oyatning ma'nosi Rafiziylar tushungandek emas. Ular yolg'on aytadi" dedi. Biz Sufyandan Jabir bu so'zni nimani maqsad qilgan deb so'ragan edik. U mundoq deb javob berdi: "Rafiziylar eli bir yurt bulutda u osmondan falonchi kishi bilan urushga chiqinglar deb nido qilmoqcha, biz uning hech bir bolasi bilan urushga chiqmaymiz deyishidi va yuqorqi oyatni shundoq tushunishidi. Shunga Jabir ularning bu tushunishini yolg'on demoqchi. Chunki bu oyat Hazrat Yusufning qarindoshlari haqida nozil bo'lgan." İmam Buxoriyning 3511-numurlik hadisida İbn Ömer radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi: "Men payg'ambar alayhissalomning munbarida turib, mashriq tarafga, ya'ni kun chiqish tarafga ishorat qilib turib, ogoh bo'linglarki, fitna ana shu tarafdan chiqadi deganini anglagan edim." İmam Buxoriyning 7094-numurlik hadisida İbn Ömer radhiyallohu anhuma mundoq deydi: "Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: Ey Rabbim, bizning Shamga barkat bergin. Ey Rabbim, bizning Yamanga barkat bergin" deb duo qildi. Bizning Najdga barkat bersin degan edik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana: "Ey Rabbim, bizning Shamga barkat bergin. Ey Rabbim, bizning Yamanga barkat bergin" dedi. Biz yana: "Bizning Najdga barkat bersin" degan edik.
Peygamber 3. katımda bolsa gerek mundaq dedi. Yer tevreş ve fitneler şu yerde buludu. Şeytanның müngüzümü şu yerden çıkıdı. İmam Müslim'nin 2905 numaralı hadisinde Salim ibn Abdullah ibn Ömer mundaq dedi. Ey Irak ahli, sizler degan cho'ng gunohlarni tepta atmay qiladigan, kichik gunohlarning hukmini so'rab yuradigan xalqsizlar. Dadam Abdullah ibn Ömerning aytishicha, u payg'ambar alayhissalomning mashriqqa, ya'ni kunchiqish tarafga ishorat qilib turib, fitna ana av tarafdan chiqadi deganini anglagan ekan. Mana sizlar bir-biringlarning bo'yinini chepfatsizlar. Hazreti Musa Firavun oilasidan bo'lgan odamni savallik bilan o'ltirib qo'ygan bo'lsa-mu, Alloh taolo sen bir odamni o'ltirib qo'yding. Seni biz g'amdan xalos qildik. Seni turli balolar bilan sinadik degan oyatni nozil qilgan edi. İmam Müslimning 2888 numaralı hadisida Ahnaf ibn Qays radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men Alining yeniga berish uchun yo'lga chiqdim. Yo'lda Abu Bakra yo'liqib qolib, "Ey Ahnaf, nima ketyapsan?" deb so'radi. Men payg'ambar alayhissalomning tog'asining o'g'liga, ya'ni Aliga yordam berish uchun ketyapman degan edim. U menga, "Ey Ahnaf, orqang qaytqin. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ikki musulmon bir-biriga qarshi qilish ko'tirsa, o'lgunimi, o'ltirilgunimi dozoqda bo'ladi" deganini anglagan edim. Uningdan, "Ey Rasululloh, o'ltirguchi qo dozoqda bular. Ammo o'lgishning gunohi nima deb so'ragan edim. Payg'ambar alayhissalom, chunki u mu raqibini o'ltirmoqchi edi deb javob bergan edi, dedi. İmam Buxoriyning 48-numaralı hadisida Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Mü'minni tillash fosiqlik, uning bilan urushish kufrlikdir. İmam Buxoriyning 7077-numaralı hadisida İbn Ömer radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganini angladim. Mendan keyin bir-biringlar bilan urushish tufayli kafir bo'lib ketmanglar. İbn Majahning sahih rivoyatida Uzayfa ibn Yamani radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Kiyimning farqi ketganidek islomning nuri ketib qoldi. Hatto roza, namoz, qurbonlik, zakotning nimaligi bilinmay qoladi. Bir kechining o'zida Allohning kitobi yo'qoladi va yer yuzida uningdan bir oyat qilmaydi. İnsanlardan faqat qeri kishilar va ulardan va ayollarla qoladi. Ular ota-bobolarimizdan o'rgangan la ilaha illalloh kalimasini bo'lsin o'qiyli deydi. Ravi sizlar namoz, roza, qurbonlik va zakotning nimaligini bilmaydigan kishiga bu kalimaning nima foydasi bor deb so'ragan edi. Huzayfa uningdan yuz o'rib turib oldi. Sizlar bo'lsan 3 qitim so'radi. 3-chi qitimdan keyin Huzayfa uningga burilib 3 qitim: "Ey, sizlar, u kelima ularni dozoqdan qutuldirdi. Ey sizlar, u kelima ularni dozoqdan qutuldirdi" dedi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.